Planımızı götürüp çıkalı bir yıl oldu. Arzimas Xitoy Govengoyning davlat qurish o'yiniga astoydil bayonot bergandan keyin agar mush ish rost bo'lib qolsa shu deb o'yladim. Ajiba biz yanada mushiningdek bayonot e'lon qilib mustaqil bo'lishimiz kerak edi, lekin bildirib qolarmizmi? Biz deyotgan fursat mushundaqli yo'q bo'larmi? Arzularimizning, vatanimiz to'ylagan qurbonliklarning qimmati qani? Tashkillanishga bu qadar sovuq ma'mul tutishning orqasida bizni kutib turayotganining qanchalik og'ir oqibat ekanligini o'ylaganimda yuragim to'lg'inib ketdi. Planlarimizni ko'tarib o'tirib chiqqali bir yil bo'ldi. Mustaqillikning millat hayotidagi yangidan tug'ilish va mangulik hayotga erishganligini tanitish, dushman butun dunyoni olqiniga olgan, umid va g'alaba nol bo'lgan taqdirdami qisos va mustaqillik uchun davomlashtiradigan bir guruh kishilarning bor bo'lishining shu millatning g'ururi, arnumus ekanligini, bu qo'shindan o'rin olishning faqat shon sharaf ekanligini ta'kidlayapmiz. O'zining qilish g'ayrati, umidi bo'lmasimi, ulardan faxrlanish, ular media o'qishning eng aqalli bir vijdoniy burch ekanligini, mustaqillik orzuyimizni kinoya qiladigan maxluqlarga la'nat o'qishni bilishimiz kerak edi. Planlarimizni ko'tarib chiqqali bir yil bo'ldi. Xalqimiz qarab beqiyotdi. Biz amalga oshirimiz deyotgan nishonning buyukligidan aslida hech bo'lmasa xalqimiz bir anglab beqishi, ziyolilarimiz planning yetarsiz taraflarini ko'rsatishi, hammaylar birlikda hayot mamatlik paytidagi bu fursatga qanday tayyorlik qilish haqida hammadan voz kechib turib bas-bas fikr bayon qilishimiz, vaqtni ching tutishimiz, o'zaro qiziq liniya o'rnatishimiz, chuqur bir tashkilotga sabab bo'lishimiz, asiyodimizni qanday qilib bo'lmasin millatning abadiy mavjudligini qo'lga keltirishga qaratishimiz, bir-birimizni to'liqlashimiz, intayin jiddiy harakatga o'tishimiz kerak edi. 100 qatim, 1000 qatimlab sinab beqishimiz kerak edi. Mustaqillikning mislsiz muqaddasligi va insoniy qimmatimiz ekanligi nuqtasidan qanchalik tirishchilik ko'rsatsak, qandoqli tirishchilik ko'rsatsak, qanchalik badal to'lsak, orqa qancha qatimlab urinsak tamoman arziydi. Ammo duch kelganimiz mushuncha hayot mamatlik paytidami ko'pinchisi xuddi normal vatani bor insonlardek bir patman ushaq bahona sabablar bilan qo'sqin to'yg'usidan boshqa ko'ngil bo'lmaydigan qarindoshlarimiz bo'ldi. Aslida butun dunyoda bizdan boshqa hamma millatning siyosiy ko'rishning siyosiy partiyalar shaklida ilib berilayotganligini ko'rayotganligimizdan bizga yana qayta bu nuqtani ta'kidlashning lozimi bo'lmasa kerak edi. İdeya qurulmuş mükemmel, icatçılığı güçlük bo'lgan siyosiy partiyalarning harakati orqasida umumiy xalqning safarbarlikka kelishi, bo'libmi chet eldagi musofirchilik, nomrodlik, ojizlik paytida faqat tashkillanish orqali taqdirimizni o'zgartirib bo'ladiganligini har bir aql egasi tushunib yetish kerak edi. Planlarimizni ko'tarib o'tirib chiqqali bir yil bo'ldi. Bu bir yılda vatanda minglagan qarindoshimiz nobud bo'ldi. Minglagan qarindoshlarimiz yana yangidan turmalarga qamaldi. Yani minglagan Xitoy vatanimizga o'ltiralish uchun kelyapti. Texmi nomus qilarligi, yani minglagan Afsus Uyg'ur atsi Xitoy bo'lgan shalg'ut bir nasl dunyoga keldi va kelyapti. Ko'p sonli xalq tashkillangan siyosiy havo, qurilmasi sistemlik bo'lgan siyosiy partiyalar barliq kelgandan keyinla birlik saf haqida, mustaqillik kurish haqida eg'iz ochqili bo'ladiganligi aqlimizga ayon bo'lsa-mu, mustaqillik ehromini barliq keltirgan birinchi parcha kishini barliq keltirishga shu qadar beparvolik, donolik, pasiflik bilan muomala qilyapmiz. Agar bir millatning ko'p sonli a'zolari asrda bir kelishimi qiyin bo'lgan bu qadar qimmatli bir fursatga qarta aktivlik, fidokorlik ko'rsatilmasa, bu millatning siyosiy taqdirida o'zgarish bo'lishi mumkinmi? Uyg'on, uyg'on.